O'zi yo'tal bu aytib o'tdim, himoya funksiyasi buni davriyligiga qarab ham kasallikni qanday kechayotganligini bilib olishimiz mumkin. 2 haftagacha bo'ladigan yo'tallar bu asosan o'tkir kasalliklarda, gripp, virusli kasalliklarda demak bo'lsa, 2 haftadan 4 haftagacha bu o'tkir osti kasalliklar va 4 haftadan demak yuqori undan ko'p davomida davom etsa bu surunkali kasalliklarning belgisi hisoblanadi. Umuman olganda demak bemorni onalar shunday aytadi, mana lecheniya qildik, davolab berdingiz, lekin yana qaytalanyapti. Yana tez takrorlanyapti. Bunda nima qilishimiz kerak? Bunda demak birinchi o'rinda bunga sababchi bo'layotgan risk faktor, ya'ni shunga boshqa yana nima sababchi bo'lishi mumkin? Buni axtarishimiz kerak. Qaysi kasallik? Ya'ni e'tibor bersangiz, demak ko'p yosh bolalarda demak tishlarida karieslar, deformatsiyaga uchragan tishlarni ko'rishimiz mumkin. Ayni bu karieslar ham bakteriya o'chog'i hisoblanadi, infeksiya manbai hisoblanadi. Undan tashqari lor organlari, ya'ni tomoqlarida bodomchasimon bezlari surunkali yallig'lanishi bor kasalliklarda, adenoidi bor bemorlarda demak bu infeksiya o'choq manbai. U demak shartli patogen infeksiyalar orqali chaqiriladi va bemor qachonki yaxshi ovqatlanmasa, sovuqda ko'p qolsa va turli allergiyaga boy mevalarni, mahsulotlarni iste'mol qilib qolsa, ayni shu infeksiyalarni patogenligi qo'zg'atib yuboradi va infeksiya yana qo'zg'aladi. Ya'ni qonga yana infeksiya tarqalishi ko'payadi.